Assalomu alaykum do'stlar. Biz bugun Keski klubining 100 kitob o'qish masalasi bo'yicha tugatdik. Hammalaringiz bilasizlar. Endi biz mana shu Keski klubining ishtirokchilarining uyiga mehmon bo'lib kelyapmiz. Bugun mehmon bo'lib kelayotgan uyimiz Elbrus Bobotayev va shuning oilasiga kirmoqchimiz, Xudo xolasa. Ketdik do'stlar, ko'ramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysiz, yaxshimisizlar? Omansizmi? Omon esasizmi? Sog'lik, yaxshi bo'lsin. Assalomu alaykum. Yaxshisiz, amansizlarmi? Sen amansizlar. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi, xudo xo'sh. Sen amansizlar. Assalomu alaykum. Alimjon, qalaysiz? Yaxshisizlarmi? Assalomu alaykum. Yaxshisizmi? Assalomu alaykum. Mana shu sizga sovg'a, Xudo xolasa. Amin. Allah Taala mana shu uyda yaxshiliklar ato etsin. Elga yurtga tinchlik, amonchilik bersin. Mana shu o'stirayotgan o'g'il qizlaringizning rohatini ko'ringizlar, nevaralarining rohatini ko'ringizlar. O'qisin, olim bo'lsin, dinimizga, elimizga, ota-onam deydigan xizmat qiladigan yaxshi yigitlar, qizlar bo'lsin. Alloh. Endi Xudo xolasa bizlar sizlarning uylaringizga mehmon bo'lib kelyapmiz. Mana Keski klubining a'zolari, ishtirokchilari, endi harakat qilgan yigitlarimiz. Xudo xolasa mana 100 kitob o'qidik. Elbrus o'zi mana shu Chipan komandasini, Chipan jamoasini boshqardi. Xabarlaringiz bor. Elbrus ham o'qishga ketdi, keyinchalik keliningiz qo'shildi. Sizlarga uyda og'irlik bo'lmadimi? Qanday bo'ldi? O'sha masala to'g'risida biroz o'zlaringizni so'rasak. Mana shu baribir endi uyda kelin ketganki, ish o'zlaringizga qolib ketgan bo'lishi mumkin. O'shanda qiyinchiliklar tug'ilmadimi degan bir o'y fikr bor-da. Endi ko'pchilik aytadi-ku bizlarga, ana kalinlarni qilib o'tibdi deganda o'xshash. Shuning uchun sizlarga men bir qo'yiq so'rab, qanday bo'ldi, qiynalmadingizlarmi degan masalani so'rayotganimiz. Bu rasmi subota kelsa, ya'ni shanba kelsa, kelinim bilan balama u bayramdaydi. Ha, kitob sevarlar klubiga boramiz. Mayli boramiz. Hech qanday bizlarga qiyinchilik tushyapti yo'q, Allohga shukr. Sendan ham men o'zim hali mana Xudo xolasa 70 ni qaralab qoldik. Nechovi? Ha, yaxshi. Juda yaxshi. Endi baribir bular endi kitob o'qish kerak bo'ladi. Endi birov tushunadi, birov tushunmaydi. Yumush qilsak degan holatda siz qanday deysiz bularga? Qanday deysiz? Sizga qiyinchilik bo'lmadimi? Ona sifatida. Qadimiz endi. Birinchidan Rozan kuni qilgan niyatlarimiz qabul bo'lsin. Va rahmat. Xudo xolasa hammaning ham niyati, duosi qabul bo'laversin. Nega qiyin bo'ladi? O'qigan odam, yana ishlagan odam ishlaganini tushunadi deganda, kalin odam biroq o'zi turolmaydi, chidamaydi. O'zi ishlashga harakat qilaveradi. Biroq o'qishni qoldirmayman deb harakat qiladi. Ishdan ham qolmaydi, ishiga ham boradi. Udabran. Shunday. Yaxshi, endi shu harakat qiladi-da bular, endi shu sizlarning ham so'z eshitib qolmaydi deb harakat qiladi. Misol uchun tunni bor, kunduzi bor. Bizlarga keladiganlar har shanba bo'lgan uchun uyda yoqib-yoqda yumushlarni bitirib berishni deb harakat qiladi ko'pchiligida. Endi buni bir uylar tushunadi, tushunmaydigani bor. Endi biz butun Turkiston bo'yicha endi yig'ganda mana masalan Qarnaq, Iqon degan qishloqlarni chiqarib olmadik-da. Ko'pchilik chiqish juda qiyin bo'ldi. Ishonmadimi? Yo bo'lmasa sal tortinish bo'ldimi? Lekin bizda hozir ilg'orlar qatorida mana shu Chipan, Qarachiq qishloqlari ular eng ilg'or qatorda turdi-da. Endi bir yaxshilik-ku bu. Boshqa yoqqa borib qo'yib, o'qishga boryapti, ilm olishga boryapti deganday masalada endi. Shuning uchun endi mana Xudo xolasa bular o'qidi, bularning o'qigan kitoblarini ko'rib, boshqalar so'rab olib o'qiyapti deyapti. Mana qarang, qanday yaxshi narsa-da. Shuning uchun endi biz bir ko'rikchi, ota-onalarni aylanib ko'rik, uylarini ko'rik. Bularda xafachilik bo'lmadimi, qanday bo'ldi, qiyinchilik tug'dirmadim degan bir maqsadda Xudo xolasa bir aylanib chiqsak degan bir niyat qildik. Shuni birinchi bo'lib mana Chipan qishlog'i sizlarning uylaringizga mana nasib qilgan ekan. Sizlarning qishloqlaringizga kelib turibsiz. Endi sizlar ham o'zingiz ham o'qigan odamsiz, ishlagan odamsiz. Baribir o'qiganda baribir o'qiganlar ko'proq to'g'ri tushunib, ya'ni bola chaqasiga o'qiyman desa, qarshilik qilmaydi ko'p odam. Shuning uchun sizlarning shu tushunib, bularni to'g'ri tushunib, bora qo'y, o'qiy qo'y deganlaringiz uchun sizlarga ming alg'is, katta rahmat. 70 ga kelyapman deysiz, 70 dan oshgan chiqarsiz. Yo'q.
Xudo xolasa juda yaxshi. Bolalarning o'qigani yaxshi, bilgani yaxshi. Ertaga bular o'zlarining bola chaqasini o'qitadi. O'qityapti. Xudo xolasa shunday masala. Eldurus mana Xudo xolasa 100 kitob o'qish dasturi mana salkam 3 yilda bitdi Xudo xolasa. 3 yil birga bo'ldik, o'qidik. Komandani sizning jamoangiz ko'p, oldiga chiqib yurdi qancha mana shu jamoada qancha odam bo'lsa 10-11 odamni olib borib turdingiz o'z vaqtida. Mana shu qiyinchiliklar qanday o'tdi? Bir aytganingiz ishlaydigani bor, ichida aytganingiz ishlamaydi qoladigani bor. Bir kun o'qib boratin, beda ham xuddi shundayda endi. Qanday deysiz? Komandangiz haqida o'zingiz o'y fikrlaringizni bir aytsangiz. Rahim aka, avvalambor mana bizim kanalımızga qadamlasib kelib o'tirganlaringiz uchun katta alqış. Qadamlarınızga bilsin. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Mana shunday sizlardan insonlarga bu o'qishni nasib etibdi. Sizlar sabab Alloh taolo shunday 100 kitobni o'qib chiqish nasib etdi. Endi beshikdan qabrgacha ilm izladik. O'zimiz bayag'ida o'qidik, universitet ishga kirdik, bo'ldi deb yuratan edik, biroq yanglish aka o'g'limiz mana shu yaxshi bir proyekt deydi u. Boshlanganda ota-onam sababchi, mana yanında o'tirgan yarim sababchi o'sha sizlarning klublaringizda a'zo bo'lib qatnashdim. Bayag'i tarixiy muhammadiy bo'yicha yarışda qatnashdim, ikki qaytaran komandalikqa. Bu komandalikqa endi o'zimiz Chipan qishlog'idan chiqqan kelinlar, qizlar o'zimiz bir komanda qatnashdik. Rost yangiday qiyin situatsiyalar bo'ldi. Endi komandalik aldiga qarab harakat qilish kerak, yutuqni qo'llab ketish kerak har sonda. Shu maqsadga bo'lgan intilishda bo'lgan biroz qiyinchiliklar bo'ldi. Lekin endi bundan bosib o'tdik. Har kim o'ziga kerakli bo'lgan ilmni mana shu kitob o'qish borasida, konkurs borasida adda bo'layman. Ağamga hükümiyet deb o'ylayman. Sababi har bir o'qigan kitobimizda mana shu jamiyatimiz uchun eng kerakli bo'lgan savollarga javob bo'la oladi. Katta bir masalalar ko'tarilgan. Mana shu hammasini endi men o'ylardimki, kelajakda yana ham kitobsevarlar klubining safi ko'payadi, Xudo xolasa. Endi mana shu konkurs asnosida, yana shu kitobsevarlarning konkursi asnosida bizim Türkistan'da yoshlar Chipan degan qishloq bor ekan, Chipan degan komanda bor ekan. Uylarda o'yinlarni ham shu o'tkazib-berdi. Hatto men Chipan baribir Chipan degan shunaqa yaxshi so'zlarni aytdi. Endi bu ilm yo'lida yurgan uchun bu yerda qancha bilsangiz, qancha efirga chiqsangiz ham qishloq chiqyapti mesela. Qishloqlar qancha odamlar bor. Biroq armon qilyapganlar ko'p, biz ham o'qisak bo'lar edi deb. Ko'p odamda tartinish borda, o'zlarini tartib turadilar. Qanday bo'lar ekan degan masalada. Yo'q, Xudo xolasa mana 3 yil degan o'ng'ay tirlik emas-da. Ko'p odam singranmaydi buni. Salkam 3 yil bo'ldi mana. Agar tarixi Muhammadiyni hisobga oladigan bo'lsak, 3 yildan oshmasa kam bo'lmadi. 2 marta tarixi Muhammadiyni o'tkazgan bo'lsak, o 22-yilda mana 25-yil Xudo xolasa rat qarasa 3 yildan sal oshyapti-dar. Eslay bilsam shu birinchi bo'lgan musobaqamiz mart oyida bo'lgan, mana hozir 25-yilning marti bo'lyapti hozir. Qarasa 3 yil, qarasa toza 3 yil. 3 yil davomida biz har turli kitoblarni o'qidik. Masalan, o'sha Alisher Navoiy bobomiz, bo'lmasa Hoji Muqon otamiz, Boburjon Momishulning uylariga kirib yurdik misol uchun. Uning qizlari, singillari to'g'risida kurashdik. Hoji Muqon bobomiz kurashsa, biz ham qo'shilib kurashdik, o'qidik. Qancha men Ahmad Yasayev bobomiz to'g'risida o'qidik kitob. Qancha narsani o'rgandik, bildik. Endi buning bari bilim bu endi. Buning bari bilim. Endi undan tashqari mana o'zi shaxsiy izlasa topolmaydigan kitoblar, misol uchun bu kitoblarni har qaysini topib olish uchun qancha mehnat bo'lgan. O'rganib, mana yigitlar bilan birga sizlarga kitob berishdan oldin kitoblarni o'qib chiqdik misol uchun-da. Ba'zi bir kitoblarni hech narsaga turmaydigan ham kitoblar uchradi. Bekarga oti yarasa ulug' o'zi ichi juda quruq bo'lgan kitoblar ham uchradi. Buni biz o'qimasak ko'p narsani bilmaysiz. O'qish asnosida o'qib kitoblarni ochib yurib shu narsalarga ko'zimiz yetdi. Shuning uchun mana bir seli bir jamoani boshqardinglar. Uni ustida oilaviy komanda bo'lib qatnashdingizlar. Shuning uchun negizi bu atrofdagilar ham
keski klubida qatnashayotganlarga havas qiladiganlar ko'p, juda ko'p. Boshqa qishloqlar, hozir bizda Qorabuloq, Sayram, Chimkent, Toshkentning o'zida O'zbekistonda ham bir qator odamlar ko'rayotgani bor. Rossiyada bizni ko'rayotgan aholining 2% Rossiyadagilar. Rossiyadagilarni tashkil qilib turibdi. 2% odam Rossiyada ko'rar ekan. Mana O'zbekiston ham xudo xolasa 4-5% ga yetib qoldi ko'rayotganlar. Qolgan 94% Qozog'istondagi xalq bizlarni ko'ryapti degan so'z. Shuning uchun harakat yomon emas. Bizlar hozir mana shu kitob sevarlar klubini ko'rib, hozir mana iqonda harakat ketyapti. Yaxshi harakat bo'lyapti. Xudo xolasa amalga oshib qolishi mumkin. U kishilar bilan o'sha roza ichida bir uchrashuv o'tkazmoqchimiz. Agar bari yaxshi bo'ladi bo'lmasa, yoqda kitob sevar klub xuddi biz o'zimiz o'tgan proyektni shu iqon qishlog'ida ham o'tkazishga niyat qilyapmiz. Bu yoqda qo'shni katta qishloq bor, Qarnoq degan qishloq. Bu qishloqda ham yetadi maktab. 5 maktab yetadi, o'zlari bilan o'zlari kitob sevar klubini o'tkazsa juda ham yaxshi o'tadi. Iqonda ham xuddi shunday. Aholi soni ikkovida ham barobar desa bo'ladi. Ikkovida ham 5 maktabdan bor. U katta narsa. 5 maktab degan so'z. Shuning uchun o'qisa biz qo'limizdan kelgancha yordamlashgan bo'lardik-da. Endi siz ana o'shin kelinisiz, kelinda mas'uliyat katta-ku, kelin degan ulgurish kerak. Ayam bir narsa deb qolmaydim, dadam bir narsa deb qolmaydim deb o'qishda qanday bo'ldi sizga? Qanday qiyinchiliklar bo'ldi? O'kinmaysizmi mana shu qatnashib o'qiganingizga? O'zingizdan bir ikki og'iz mana shu bizning kitob sevarlar haqida o'zingizning uchragan har turli qiziq voqealar, uydagi bo'layotgan holatlar, mana shular haqida bir ikki og'iz aytsangiz. Endi eringizga qo'shilib o'qish bu baxt bu-da. Baxt bundaqa ko'p emas, sanoqli bundaylar. Shuning uchun o'zingizdan bir ikki yaxshi niyatlarni aytsangiz. Avvalambor shu keska jamoasiga a'zo bo'lganman. Allohga hamd sanolar aytaman. To'g'ri yo'lni ko'rsatgan payg'ambarimizga salovatlar bo'lsin. Shu kitoblarni o'qishga sababchi bo'lgan sizlarga mingdan ming rahmat. Kitob o'qish borasida boshida qiyin bo'ldi. Boshida o'qiyamadim. Qatnashib birinchi yig'ladim. Yig'ladim, tunda o'qidim. Keyin ulgurishga harakat qildim. Tunlab yumushimni ishlab, kunduz kuni kitob o'qishga harakat qildim. Sizlar sababchi sinfimda 23 o'quvchi bor. Shuning ota-onalari mendan qancha kitoblar o'qiyapti. O'zi biz oilada o'zim qiz uyimda 6 odammiz. 6 bavurjigarim bor. Ular ham 3o'ylab, 4o'ylab, 5o'ylab kitobni olib ketib o'qiyapti. Почти bu kitob 100 kitobim, ne kech qo'shilsa ham dadasi kitob olgan 100 kitobim bir 60'ını odamlar o'qidi desam bo'ladi. Ha, bemalol desangchi. Endi o'shida bizda ham maqsad shuda, ko'rib o'qisa ham, mayli so'rab olib o'qisa ham katta gap. Bu kitoblarni o'zlari borib izlab topib olish qiyin-da. Shuning uchun siz keyinroq qo'shildingiz, biroq ancha kitobga ega bo'ldingiz sizlar. 20 endi bu ham katta narsa xudo xolasa. Mayli kech bo'lsa ham qo'shilish, birga o'qish, bu katta baxtda. Birga bo'lishing o'zi baxt. Birga o'tirib, bir-biriga yordamlashib, qanday yaxshi narsa. Avvalam birinchi o'zim yozilgan edim. Bopamiz kichkina bo'lib boramadim, biroq dadamizga yozaman desam, men o'qimayman kitobni. O'qiyolmayman degan edi. Birovdan 300 tanga edim yozilish. 300 tanga edi, yanimda pul yo'q edi. Birovdan pul olib, Said Ahmad orqali tirkalgan edi. Dadamiz ketib qoldim, yiqib ketdim dedi. Keyinchalik bopamiz katta bo'lgandan keyin bordim. Endi bu yerda bir narsa bor-da, tag'da aytiladigan. Kitob sevarlar klubiga qatnashgan mikro sonida, qatorida. Shu er azamatlar ham ko'paysa, Ha, barakalloh. Sal naqulay bo'lgan holat shu bo'ldi. 98-99% qatnashuvchilar bor ayollar. Men bor, Firuz bor, keyin Davron yarmidan kelib qo'shildi. Bizda yoshlar, Umar, Qabul bor, 5 er kishimiz, qolgan bari ayol kishi. Naqulay bo'lib, sal qisilib olmaydim da. Endi boyaga aytgan kitob qo'ygan qiziqish qo'ya solish desanda bir ayog'ini qo'yish mana kitob qiziqib turgan sayin birdan keyin bir boshlarni qatib ketaman deb yo'q, keyin uylanib ketdim. Endi uylanish, o oldiga qo'ygan maqsad bo'yi 100 kitobga yetishing, buning rohati boshqacha-da endi baribir. Hamma ham yetib qo'yib, masalan, ko'pchilik boyag'day holatda boshida yaxshi boshlab birovlar qolib ketyapti. Yo'q, aytavер, harakat qilganlar mana o'zingiz mana shu 100 kitobni to'liq o'qib, topshirib, mana shu 100 kitobni bitirganining sertifikatini olishda
qanday quvonch bu. Shuncha qiynalganim bari ortda qolib ketib birdan bir quvongan paytda esing chiqdi. Shuncha qiynalganimda. Endi mana baribir avvalgi hayot bor. Kitob o'qimasdan oldin maktabga borib ishlab yurdingiz oilaviy masalalar bilan. Endi kitob o'qigandan keyin hayotda o'zgarish qanday bo'ldi degan, ko'z qarash qanday degan masalaga endi biz aytib qolamiz. Mana shu masala haqida. Bu kitobni o'qib qatnashmasdan avval to'g'rini aytish kerak-ku. Ishga borar edik, qaytar edik. Uyda yatasa turasa Baribir vaqt o'tadi shu vaqt. Vaqt o'tadi. Biroq mana kitob o'qishni boshlagandan keyin har bir qilgan qadamni o'ylanib qolsa, mana kitob mana turali mana narsani o'qidik-ku, to'g'rimi, xatomi? Yani ishlayotgan to'g'rimi, xatomi? Qandaydir bir qiyin situatsiyalar bo'lib qolsa, o'sha men ishlayotgan to'g'rimi? To'g'ri qadam bosyapmanmi, yo'qmi degan narsa ko'p o'ylamasan ekanda, aylanib kelib o'ylab yurasan ekan shu. Unki borib yanagi kundalik ish jadvaliga kitobni o'qiydi olib vaqtni kiritib qo'yganimsa, Arasiga kiradi vaqt. To'g'ri shu vaqtda kitob o'qishim kerak bo'ldi. Boshqa yo'q. Keyin eng keragi tungachilik ko'proq har bir 20 ton bor. Kitob o'qiymiz. Ulgurum kerak kitob. To'g'ri. O'tirishlarga boradigan bo'lsak, keyish boramiz, ertaga qaytib ketamiz. Mana kitobni o'qib ulgurum kerak. Bitirib beraylik, o'qib beraylik, qapil. Yetuvim kerak. Bayağı aytgan komandalik kitap tayyorlanатын tagı da bölünüp qo'ygan. Qo'shimcha kitob Alımcanlar 75%'ni qabullamay 100% qabullamay aytamiz kerak deb tayyorlanmamız kerak deb. Keladi yo'q degan savollarni avval boshda tushunmas edik to'g'risi. Kitobni boshdan sarallatib, oxirigacha o'qib chiqib, keyin savol kelsa, unda yeri bor edim degan, biroq keyin yog'i ahamiyat berib, har bir chiroyli yaxshilab kelgan yerlarni oxirida shunday holat bo'ldi men tushunigim bo'yicha. Bu tashkilotchilar qanday savol berishni ham oldin olib biladigan holatga yetdinglar. To'g'risi shunday. Kitobni o'qib o'tirib, manier to'g'ri keladi, o'shani yaxshilab yodlab o'tib, billab qo'yamiz Sherkalib qoladi degan gumon bo'ladi endi durustga. Bu endi bir ozgina vaqt birga bo'lgandan keyin odam bir-birini o'ng'ayroq tushuna boshlaydi. Mana shuni so'rab qoladi. Mana shu narsa ichida mana voqea boshqacharoq voqea ekan. Mana shuning chiqib qolishi mumkin deb e'tibor berish bu boshqa narsa, haqiqatda. Endi buni o'qimagan, kitob bilan ishi bo'lmagan odamlar yurtda hali ham bo'lsa, shu bemalol vaqtini o'tkazib deganlar. Mana Xudo xolasa aytaver, bu ham bir Xudoning bergan baxti. Birga bo'ldik 3 yil ichida qancha kitob o'qidik, qancha narsalar hozir bir men o'zim hayotimda juda ham shu kitobning ichidagi narsalarni ko'p qo'llanganman. Bir masala chiqib qolsa, ana shu kitobni bir yerda o'qib o'tgansiz, ana qanday aylanib o'tib ketgan shu holatda. Baribir bu kitob bizga yo'l boshchilik qiladi, baribir yo'l o'rgatadi, baribir ko'rsatadi. Shuning uchun kitob o'qigan hech qachon xor bo'lmagan, kitob o'qiganlar har doim oldida bo'lgan, kitob o'qigan insonlarning hayotlari yengilroq bo'lganda mening fikrim. Mana endi hozir sizlar 100 kitob o'qidi, endi bizlarni ko'radi, baribir internet juyasida, mana telefonda ko'rish mumkin. Mana shu 100 kitobning ichida sizlarga qaysi o'zlaringizga qaysilar ko'proq esda qoladigan, ko'proq ta'sirot qoldirdi sizlarga 100 kitobning ichida? Siz uchun ko'proq ma'ni bor kitob qanday bo'ldi masalan? Kechroq qatnashdim. Men uchun g'iybat bilan yashamoq degan kitob xuddi yangi yozilgan. Hayotda ko'p nima qilyapman, hayotda baxtli ekanimni Barakalla. Sizchi, Elbrus, sizga qaysi kitoblar ko'proq? Endi bari yoqdi. To'g'risi, biroq ichida eng o'zim muhim inson uchun har bir farzand o'g'ildir, qizdir bilish kerak bo'lgan, shart bo'lgan narsa, ya'ni jamiyatimizga juda ham muhim bo'lgan kitob deb men baxtli oila. Baxtiyor oila shuni topdim. Sababi qanchalar yoshlarimiz bor, oila quryapti, qanchalar xatolarga yo'l qo'yyapti, kamchiliklarga yo'l qo'yyapti. To'g'ri. Hozir jamiyatimizda har bir yangidan oila qurayotgan yoshlar yaxshilab o'qib chiqsa, o'qib chiqsa, mustahkam oila bo'ladi degan. Barakalla, katta rahmat. Endi bir ozgina vaqtlaringizni bizlarga bo'lganlaringiz uchun katta rahmat. Mana shu kelaveringlar, uchrashsak deb quchoq ochib bizlarni qarshi olganlar uchun sizlarga katta rahmat. Alloh taolo mana shu yaxshiliklarni ata etsin Xudo xolasa. Bizning maqsadimiz ham mana shu hozir sizlar 100 kitob o'qib bo'lgandan keyin bizlar bilan tengashdingizlar hozir. Aql, o'y, ba'zi holatlarda bizlardan o'zayotgan holat bor. Ba'zi holatlarda bizdan ham
ko'proq oldiga chiqqan ishtirokchilarimiz bor, yo'q emas, uni tan olishimiz kerak. Shuning uchun biz oldimizga boshida qo'ygan maqsadlarimizga bir qadam bo'lsa ham yaqinladik, bir qadam bo'lsa ham mana shu amallarni bajaryapmiz deb o'ylaymiz, Xudo xolasa. Bizning maqsadimiz bundan keyin ham Xudo xolasa ko'rib, bilib, bundan keyin endi bu 100 kitobni o'qish dasturi bilan biz to'xtab qolmaymiz. Xudo xolasa oldimizda mana shu ro'za Ramazon o'tsa, yangi bir bosqichni ham harakat qilmoqchimiz. Mana shu bosqichda ham birga bo'lish, birga harakat qilishga sizlarni chaqiramiz, Xudo xolasa. Bizning kelgan maqsadimiz ham shu, ko'rik, bilik, uchrashib, sizlar bilan bir Xudo xolasa men bir uchrashishning o'zi boshqa narsa. Sizlarni taniymiz, burundan ham taniyman men masalan. Yaqin bir tanishib qo'yish bu boshqa narsa. Shuning uchun sizlarga katta rahmat. Mana shu o'g'il qizingiz, kelinlaringizning o'qishiga xalaqit bermay, qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun ham bular shu oldiga qo'ygan maqsadga erishdi. Shu 100 kitobni o'qib chiqdi, Xudo xolasa. Bu katta bayram bo'ldi. Juda ham katta bayram bo'ldi. O'zbekistondan professorlar keldi, Qozog'istondan men degan ko'zga ko'ringan katta olimlarimiz, katta og'alarimiz hammasi kelib qatnashdi. Xudo xolasa internet joylarida, televideniyada chiqyapti bu narsa, katta televideniyada chiqdik. Bu narsa bir katta bir yutuq deb hisoblaymiz o'zimiz, Xudo xolasa. Bundan keyin ham yoshlarimiz o'qisin, ilm olsin. Navoiylar o'qimaganda Navoiy bo'lmagan bo'lardi. Abayatalarimiz o'qimasa abayata bo'lmasdi. Ibn Sinolar, Beruniylar, Farabiylar bari o'qish orqasida, shu kitob orqasida Farabiy bo'lgan, o'qish orqasida Ibn Sino bo'lgan, o'qishning orqasida ana shu Imom Buxoriylar ham bari shu o'qishning orqasida analarining qo'llovining orqasida bo'lgan shular ham katta olim bo'lish. Shuning uchun Xudo xolasa sizlarning keyingi farzandlar, nevaralar olim bo'lsin, o'qisin, ulg'aysin, sizlarning otlaringizni, sizlarning sha'nlaringizga faqat olqishlab keladigan yaxshi farzandlar bo'lib o'saversin. Alloh taolo elimizga, yurtimizga tinchlik, xotirjamlik ato etsin, Xudo xolasa. Sizlarning xonalaringizda yaxshiliklar bo'lsin. Bizlar har doim yaxshi kunlarga, to'ylarga uchrashishga nasib ro'za aylasin, Xudo xolasa. Yaxshi kunlaringizda uchrashib, birga bo'laylik, Xudo xolasa. Alloh taolo yaxshiliklar ato etsin, tanlarimizga sog'lik bersin. Alloh. Bir narsa aytmayman. Ayam postoyni kesgan har bir sonni dadam ekib o'tirib divanlarda ko'rib o'tiradi postoyni. Qarindaqani keyin chiqadi, chiqsa biz yengilib qolganmiz. Ha, senlar javob beramabsizlar-ku. Biz senlarni shuncha o'qitganda uyat bo'lmadimi deb aytadi. Ayam bilan dadamga ming rahmat. O'tkazib o'qitib qo'yadi. O'qiy qo'yinglar. Bunisi eng qiyin deydi-chi. Qasak, voy, молодец deb quvonadi. Keyingisi qan o'tgan sonlaring qaysidir? Aytib beringlar-chi, men topib ko'rib olay deb har bir sonni ko'rib o'tiradi. Ashaddiy muxlis ayam. Barakat Endi uzr, bular ishda bo'lganki sal qiynalib qolyapti-da endi. Buni ham tushunsangiz. To'g'ri. Ishtag'ani. Uydaagi odam boshqa. Barakat. Rahmat. Ham maktabga ham uspet etadi-da. Ulguradi. Молодец. Endi siz o'zingiz bir duo bering. Amin. Amin. Mayli rahmat kelganlaringga Xudo xolasa aytib o'tilgan ro'za Ramazonlarni Xudo xolasa qabul bo'lsin. Har doim Alloh boshimiz to'sinda yaxshiliklarda qo'sha bersin. Amin. Mana ishlaring har doim alg'a yuraversin. Yuqorilarda ko'rina beringlar. Alloh. Rahmat. Katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Kelgan oyoqlaringizga gul bitsin. Rahmat. Xudo xolasa yaqindan tanishib keldik deb kelgan aka sizlar bizni hurmatlab quvonchimizga sherik bo'lib biz ana bu birga ishlashyapgan hisob bo'lib turibdi, biroq bilimini kengaytyapti. Endi sizlar bizning astonamizga Ramazon aytib kelgan hisob bo'lib. Ramazon aytib kelibdimiz. Ramazon aytib kelgan odamni quruq qaytarishga bo'lmaydi. Xudo xolasa mana sizlarga ataganlarimiz bor. Ramazon aytib kelganlar. Endi barakallah. Katta rahmat. Bu endi bizning keski klubiga bu yana sha'niga shan qo'shadi-da bu. Yana xonalarimiz, kitob o'qiydigan joylarga bu narsalar odamning ko'nglini ko'taradigan narsalar. Bu gulni olsa bo'ladi endi. Boshqa narsani qo'yavering. Bunday qadrli bu qadrli narsalarning birida. Bizning qaynonamiz bo'lardi. Million olib kelsang 1 tiyinga turmasdi. Bir gul olib kelsang hamma narsani yopib ketardi. Gul bo'lsa bo'lardi ular. Shuning uchun bizlar ham mana gulni ko'rib quvonyapmiz. Katta rahmat. Alloh taolo birga mingini bersin. Yaxshi kunlarda uchrash nasib ro'za aylasin, Xudo xolasa. Mana shu gullar hali ko'p yoshlarimizning kitob o'qishiga sababchi bo'lib guvoh bo'lsin, Xudo xolasa. Alloh.